Ukalar, bugun 8-yanvar. Biroz e'tiborlaringizni yana bir bu narsalarni ko'pdan ko'rsatyapmiz. Endi bilib qo'ygan yaxshi qabilida aytib qo'yish bizdan, xulosa sizlardan. Mana shu ular bo'lmasa uzun, bunday aytganda. Narxi почти 400 rubl sotilyapti. Qaranglar, mazzasini bilamiz. Mazzasi ham bo'lsa biznikilarchalik. Lekin undan past. 400 rubl ketyapti. Mana xurmolar 230 rubldan. Biznikilar 150 dan oshmaydi. 120, 130, 150. Bu xurmolarni bunday qilib paketga qilib qo'ygan 230 rubldan. 100 rubl deyarli mashinga 5 rubl yo 10 rubl ketadi, lekin shuncha ko'taryapti narxini. E'tibor beringlar. Yana bitta narsaga, muhim narsaga e'tibor beramiz. Shu Petyoroshkalarda Yangi yildan ancha oldin, bir oy oldin, masalan, bizda xurmolar turar edi. Hozir Yangi yil arafasi, uje Yangi yildan keyin mana Xitoyda xurmolariga o'tishdi. 160 rubl, 200 sotilayotgan ekan, 160 aksiya qilib qo'ydi. Mana shular uje bizda mevalarni siqib chiqardi. Bu nima uchun? Biz sifatga e'tibor bermaganligimiz uchun, aldov ishlarni qilayotganligimiz uchun. Mana 400 rubldan. Uje sekin qadoq o'tib ketdi-da hammasi. Ixcham qilib. Mana bunday holatlarga o'tdi. O'zimizni ustimizda ishlashimiz kerak. Harakat qilishimiz kerak. Ana o'shandan keyin barokatni yaratgan beradi. Hali ham kechmas akalar, brendni endi juda ham bu yildan ehtiyot bo'linglar. Bekorga kuyikilmayapti mana jamoatchilik vakillari, abdumaliklar, islohotni prezident janoblari bekorga boshlamadi. Xalq bekorga harakat qilmayapti. Bozordan mana setlardan ham quvib chiqarilyapti. Bu talofat. O'shuncha mevani qayerga sotamiz deb ana endi o'ylaninglar. Shuning uchun aka-ukalar o'rnimizni yo'qotyapmiz. Bu yil yaxshi yuk qilib olib chiqmagan bo'lsa, keyin o'sha yuklarimiz o'sha yerda qolib ketadi. Joyida qolib ketadi. Keraksiz bo'lib qoladi hamma qilayotgan ishlarimiz. Shuning uchun kuyukilyapti. Shuning uchun harakat qilinyapti. Shuning uchun mana u lavhalarni qilib sizlarga ko'rsatyapmiz. Mana shu ishlarning barchasini bo'lishiga o'sha islohotni boshlagan yurt rahbarlari, agentliklar, karantin, jamoatchilik vakillari, Abdumalik uni komandasi, mana siz bilan biz, akalar, mana bozorlarda ochilishiga sabab bo'lib, bozorimiz ushlalib qolsin degan uchreditorlarimiz, mana shu uchreditorlarimiz nimasi bilan, bizni qo'llab-quvvatlashi bilan, mablag'lari bilan biz sizlarga shu narsalarni ko'rsatyapmizki, sizlarga yengillik bo'lsin, bozorni yo'qotmanglar. Rizq Allohdan, lekin harakatini qilishimiz kerak. Sizlar ham harakat qilinglar. Mana bunday chiroyli narsalarni yetkazib, bozorimizni saqlab qolishga harakat qilinglar degan ma'noda aytyapmiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Tushunchamiz o'zgarishi kerak. Mehnat qilishimiz kerak. O'zimizni ustimizda ishlashdan boshqa narsa yo'q. Yangilik qilishimiz kerak. Ko'rsatayotgan narsalardan o'rnak olib, shu narsaga o'tishimiz kerak. Sifatsiz yuklarni olib kelishdan to'xtashimiz kerak. Maydonga mardlar chiqsin. Qo'lingizdan kelsa, shu ishni qiling. Qo'lingizdan kelmagan bo'lsa, lutfi to'xtating. Bundan o'zingizga ham ziyon qilib, o'zingizga o'z dushmanlik qilib, bu keragi yo'q. Keragi yo'q. Salomat bo'linglar. Mana qaranglar, hali bizni bozorimizda ushlab turgan mana shunday do'konlarimizda, mana shunday ukalarimizni o'zini mana bunday qilib mana uzunlarimiz ancha bu yerlarda bandi ham yaxshi sifatli turadi, qaranglar. Shu bizni bozorlarda hozirgi ancha-muncha ushlab turgan mana shunday ukalarimizni o'zlarini qilgan magazinlari. Ming boshqa setlarda arzon sotsa ham, lekin bunday qilib olib chiqib narxlari ham ancha balandda. Bu nimalarda bu yerda sotilayotgan narsalarni. Mana shularni hisobiga, mana shu narsalarni, mana shunday do'konlarimizni borligini hisobiga ancha-muncha bizda bunday nimalarimiz, bozorlarimiz ushalib turibdi. Bizda ham endi qiladigan harakatimiz aka-ukalar mana shunday bozorlarimizga sifatli mahsulotlarni agar olib kelib turgan bo'lsak, o'sha gapimizni ta'kidlaymizda, isbotlayapmiz. Bu mahalliy xalq hech qachon arzon bo'lsalar shunga tashamayapti-da. Bizda ko'pchilik noto'g'ri tushunchada, to'g'ri tushuninglar. Narx oshib ketsa olmaydi, себестоимость ko'tarilib ketadi, qadoqni yaxshilasak narx ko'tib yo'q. Harakat qilib yaxshi olib chiqilgan yuk qimmat ketyapti. Buni qancha ko'rsatyapmiz? Setda bo'lsin, bozorda bo'lsin. Biz qanchalik hozir o'sha islohotlar borasida qurilayotgan bozorlarimizga chiroyli yukni olib kelib, bir qatorlikda sifatli qilib aldamasdan, birinchi navbatda o'zi aldov, uxlov bo'lsa barokat uyg'onadi.
o'sha qonunlarda ko'rsatilgan, islohotda aytilayotgan mana Abdumalik uni komandasi siz bilan biz kuyikayotgan vajlarni ishlarni qiladigan bo'lsak, yaratgan buyursa yaxshi bo'ladi. O'sha yaxshi kelgan yuk har joyda ham yaxshi ketadi, buni bilasizlar. Olib kelib arzonroq, emas qimmatroq sotishga ham haqlimiz. Mazasi bor. Shu narsalarga bozorimiz qolsin desak, mana setlar ko'ryapsizlar, Xitoyga, boshqa joylarga o'tib ketyapti, sekin-sekin quvib, siqib chiqaryapti. Endi bozorimizni ushlab turish uchun biz albatta birinchi navbatda sifatli yuk olib chiqamiz. Boshqa ilojimiz yo'q akalar. O'zgarish kiritamiz, o'zimizning ustimizda ishlaymiz. O'shanda bozorlarimiz saqlanadi. Setlarda arzon bo'lib yoki sifatsiz bo'lib turgan bilan, lekin mana bozorlarga chiroyli yuk olib chiqsak, mana bunday hozir ko'rsatgan ukalarimiz Alloh rozi bo'lsin mana shu bolalardan qancha o'sha setlarni yoniga qo'yib olib ham konkurensiya qilib turib sotishyapti, ish qilishyapti, foyda ko'rishyapti. Demak, hali oxirigacha tugab bitmabmiz. Bu yildan qattiq harakat qilaylik, nazoratni kuchaytiraylik, hurmatli mutasaddilar. Gap bo'lib qolmasin. Akalar, savdogarlar, dehqonlar, o'zimizning rizqimizni o'zimiz qiymaylik, oyog'imizga bolta urmaylik. Bo'layotgan ishlardan xulosa chiqarib, dehqonlar do'ngini sotishni to'xtataylik. Tayiga o'xlovni to'xtataylik. Bu barokatsiz, baribir aylanib kelib barokatsiz bo'lyapti. Bilib turibmiz, ko'rib turibmiz. Hassamizni hadib yo'qotmaylik. Yaxshilikka, halollikka harakat qilaylik, islohotni joyida qilaylik. Bu yildan juda sifatli yuklarni olib chiqaylik. Mana bahor giloslarini, mayobkalar, mayskilar to'xtataylik. Aldoqda o'qlashni to'xtataylik. Yaratgan buyursa tezda, shans bor bizda hali. Oyoqqa turib olamiz yaratgan buyursa. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, ahli guruh omonmisizlar, tinchmisizlar? Mana bugun 9-yanvar juma kuni biz yana Rossiyadagi katta savdo markazlaridan biridamiz, Ashan savdo rastalarida. Yana o'sha islohotlar borasida harakatni davom ettiryapmiz. Mana qaranglar, bir xaridor kelib, shu yerdan qahvolni ko'rdi, uzunma holatni ko'rdi, ketib qoldi. Nimaga? Mana bu holatda. Qaranglar. Qorayib ketgan. Endi bular davosini oqtaryapmiz, xudo xolasa. Mana brend ortida kelganda shu mahsulotlar. Mana uzunlarimiz, ko'ringlar. Qorayib ketgan. Bu yaxshi emas. Bunda turgandan keyin bu polkada turishi, bu andacha aytganda bizda o'zbek tavariga, mana bu brendlarga yozib qo'yapti, o'zbek tavari deb. Endi to'g'ri, buni ham sabablari ko'p. Furadan chiqqanda unday deymiz, dorivor deyapmiz, u deyapmiz, bu deyapmiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar baribir mana bu holatda anorlar ham o'zimizniki, O'zbekistonniki. Mana shu brend ortida kelgan. Mana bu holatda turishi baribir bizga ziyonda. Endi bu poslog'i deyish mumkin, kimdir burshayib manday bo'lib turishi bu bizga anti reklamada. Bu sifatni oldiga yurgizadigan, bizni investitsiya kiritadigan yo islohot qiladigan holat emasda bu holatlar. Qaranglar, bunga achinishimiz kerak. Mana shu brendimiz o'layotgani, polkalardan bizni siqib Xitoy mollari, Turkiya mollari, Eron mollari, Ozarbayjon, hatto Qirg'iziston mollari bizni mana bunday rastalardan siqib chiqarib yuborishiga asosiy bo'layotgan sabablardan bittasi mana shu holatlarda, mana shu ishlarda. Qaranglar, xurmolarimiz ham bir qatorga o'tgandan keyin anchagina nimasi o'zgargan sifati, lekin baribir mana bu narsalar ayanchli-da, mana bu narsalar qiynaydi. Bir qatorlikda baribir yaxshi kelyapti. Aldashni iloji bo'lmayapti-da. O'shaning uchun islohot deyapmiz. Mana bu Ozarbayjonning xurmolari. Quyida mana uzunlarimizning holatini qaranglar. Qanday qilib mana shu polkada turgandan keyin O'zbekiston degan nomi bor-ku buni baribir. Mana bu xurmolarni endi bular eskidan turib qolgan, buni tushunishlar bo'ladi. Svechalar baribir mana shunaqa narsalar borda. Buni ko'rgandan keyin baribir mana bu holatni, ana bu anordagi mana bu holatlarni ko'rgandan keyin olarman nima deb o'ylaydi? Baribir kasal, bir negativ keladi-da, buni xayoliga bir negativ keladi. Yaxshi narsa kelmaydi. O'shaning uchun bu anti reklama bo'lib qoladi, deyapti. Shuning uchun bu uzumlar 150-160 rubldan turadi, yana sotilmaydi. Holat bo'lsa mana olarman yo'q deyapmiz. Olarmanlar bor. Rossiya xalqi oladi. Bu mentalitetga sog'liq uchun pulni farqi yo'q. Faqat sifatli mol ber, oladi, yeydi. Pulini to'laydi. Faqat sifatli qilib olib kelib ber deyapti. Shuning uchun islohot deyapti. Shuning uchun kuyinyapti. Shuning uchun harakat bo'lyapti. Mana ular salardi 429, 430 rubl ekan. Aksiya qilib 329 ga tushirgan. Olyapti-ku mana shu narsalarni mana. Mana xurmolarimizda sal o'zgarish bor o'sha bir qator bo'lib kelayotganligi uchun svichalar ham ancha yaxshi. Lekin baribir qoniqtiradigan, mana bunday bir odamlar ko'rgan joyda ko'zi qamashib olib ketadigan holat yo'q-da. Mana shu holatga chiqishimiz kerak. Nomimiz o'lgan. Nomimiz mana shu 20 yil, 30 yilda davomida bizni brend botqoqqa botib ketdi. Endi botqoqdan birgalashib chiqishimiz kerak. Chiroyli holatlarga olib kelishimiz kerak. Harakat qilishimiz kerak. Hali ham biz
ketib qoldik, biz botqoqqa botib bitdik, buni iloji yo'q degan holatda emasmiz. Lekin bu uchun agar astoydil ishlamasak, bu yil ham oldingi yillarda singari qilib mol olib keladigan bo'lsak, mana bu holatlarda qaytaradigan bo'lsak, mana shu holatlarda olib keladigan bo'lsak, o'ylagan maqsadimizga yetmaymiz. Faqat botamiz. Botishdan boshqa holatimiz yo'q. Boshqa narsa yo'q bu yerda. Botqoqdan chiqish uchun halollik bilan islohot deyilyaptimi, qonunni hurmat qilib, yaratganning yo'lida oq qorani qora deb, bismillah deb halol harakat qilish kerak, aldamaslik kerak, o'qlamaslik kerak. Dehqon bobolarimiz hozirlardan boshlab parvarishda suvlarini, o'g'itlarini berib, chiroyli mevani harakatini qilib, do'ngini sotmasdan bir qatorli yashiklar ko'rib, oshing halolasa ko'chada ye qabilida chiroyli ishlarni qilishimiz kerak. Boshqa ilojimiz yo'q. Boshqa iloji faqat botqoqqa botib butamiz. Agar bu yil ham o'sha o'zimiz eskidan qilib kelayotgan aldov ishlarni qiladigan bo'lsak, tugaganimiz o'sha bo'ladi. Alloh hammamizga haq yo'lda ko'rsatsin. Qonunni hurmat qilib, yaratganning yo'lida haq ishlarni qilishni hammamizga nasib etsin. Ayyom yana bir bor muborak. Salomat bo'linglar. Yana bir bor assalomu alaykum. Ahli guruh omonmisizlar, tinchmisizlar? Endi hozir biz Bistronom savdo markazlaridamiz. Boyaga holat uzumlarni ko'rsatdim. Bu yerda ham mana shu. Bu yerda deyarli 240 rubldan sotilyapti. Lekin bunda ham holat borda mana shu qoralar. Shuni nimasiga tushishimiz kerak ko'yiga. Atrofida mana 450 rubldan. Mana bunday uzumlar chetdiki. Mana uzumlar 350 rubldan. Bular 420 rubldan. Konkurensiya kuchli-da. Qaranglar mana. Lekin mana bu hozir men shuni mana boshqa joylarda ola olmayotgandim. Biz toyfani yaxshisini mana bu yerda topdim. Qaranglar, mana shu uzumni jo'natganlarda otasiga rahmat. Mana zo'r turib. Zo'r tursa ketaveradi. Lekin bular mana shularning narxi bilan bulardan shirin-da, mana bulardan shirin. Mana shularning narxida ketish kerak. Xudo xolasa ozgina mana bunday narsalarga e'tibor berib, mayda-chuydasiga mana shu holatda olib kelib turgan bo'lsa, yaratgan buyursa, yigitlar juda yaxshi bo'ladi. Endi mana xurmoda ko'rib turibsizlar mana farqini. Bu Ozarbayjondagi, bu bizning xurmolar. Hali mana bir qatorlik uchun yaxshi, lekin to'liq yetilmaganda, mana shuni yetiltirib uzganimizda xom bo'yicha uzib xolodilniklarga tiqilganda, bu baribir bilasizlarmi, effekt bermaydi, mazza bermaydi. Uzumlarimizda bu narsalarda albatta bular bilan kurashishimiz kerak. Bularni mutaxassislar, mutasaddilar yo'lini topishlari kerak. Men hozir shundan olmoqchiman endi. Lekin mana bu bistronomlarda ancha tovarlar polkalarga chiroyli qo'yilgan. Tovarning vidiga e'tibor berishgan. Mana anoqlarimiz ham o'sha boyaga aytgan nimalarda kasalliklar. Ko'rsa baribir negativ qo'ygan, noto'g'ri o'ylaydi. Polkalarga chiroyli qilib qo'yilgan. Boyaga aytib o'tib ketdim, bir qatorlilik uchun ancha yaxshi, lekin o'sha yetilmay qolganda xurmolarimiz. Endi buni katta farqi bor bu Ozarbayjonda. Polkalarga juda chiroyli qilib mollar qo'yilgan, qaraylar. Mana shu toyfa ham yaxshi ekan, anchagina. Qani endi buni nasib razvoditelini, mana bu yerda ekan. Endi yomonini ko'rsatyapmiz. Yaxshisini ham albatta ko'rsatishimiz kerak. Mana shunday uzum jo'natgan. Endi oliy deya olmaymiz, lekin o'rtadan balandroq. Mana shu brend ostida kelgan. Alloh rozi bo'lsin. Mana shunday savdogarlarimiz ko'paysin. Hozir bu yerdan bir katta shingilni oldim. Mana qaranglar, oson shingil chiqyapti. Yaxshi-da. Rahmat aytamiz. Mana shu polkalarda avvallari to'ldirib bizim mollar turar edi. Hozir ancha mana bozorda berib qo'ydik. Hozir shuncha joyda ichida tasavvur qilsalaring, mana bizda 1 2 3 4 ta namunamiz turibdi. Bu ham yomon emas o'z aslida. Bir xilga joyga kirsang, bitta ikkita ham yo'q. Ko'p magazinlarda, Petyurishka va yo'llarda уже magnitda даже bizda уже uzum xurmolarni siqib chiqardi Xitoyning mollari. Shuning uchun o'zimizda ustimizda ishlash davom etamiz. Yaratgandan so'rab halollikka harakat qilib, qonunlarni hurmat qilib, islohot bo'yida davom etamiz, akalar. Rang-barang. Assalomu alaykum ahli guruh omonmisizlar. Mana 9-yanvar holatiga bu o'sha mana aytgan Petyurishka. Mana o'sha Xitoy xurmolari. Qaranglar mana. Kecha
ko'rib o'tib ketgandim. Shu usti mana shu uchala yashikda bu 3 qator kelyapti. Uchala yashikda turganda mana shu uchalasi ham yarimlab qolibdi-da. Qaranglar, mana nuqsoni yo'q, boshqasi yo'q. Bizda xurmolarda mana shu petyorishkalardan, Rossiyadagi setlardan uje asta-asta mana yangi yildan oldin bir 10 kun, 5 kundan oldin, 5 kundan oldin boshlandi, mana shular paydo bo'lishdi. Petyorishka magnitlarda yo'q edi-da mana. Mana shular mana siqib chiqaryapti. Mana nima deb o'ylaysizlar? Qani o'zlaringizga savol beringlarchi, nima uchun mana shu Xitoy xurmosi bu Rossiya setlarida paydo bo'lishni boshladi? Nima sababdan? Mana o'zlaringizga savol beringlar. Men masalan javob beradigan bo'lsam, men aytaman, bu sifatsizlik uchun biznikilarda shu tagiga o'qlab, yetiltirmasdan uzib, o'sha do'ngini sotib, o'zimizni mana shu islohot qilmasdan, o'zimizni ustimizda ishlamasdan sifatsiz mollarni olib kelganligimiz uchun mana shu Xitoy mollari mana Rossiya bozoridan asta-sekin, nafaqat Rossiya ichki bozordan ham, O'zbekistonning ichidan ham mana bizni siqib chiqaryapti. Bu ayanchli holat, bu qo'rqinchli holat. Buni ustida ishlashimiz kerak. O'zimizni ustimizda hurmatli dehqon bobolar ishlashimiz kerak yoppasiga. Mana o'sha aytilayotgan qadoqlar, bizda uzumlarda ham to'kiladigan narsalarda mana shunday qilib kapeyka turadi-da bu narsalar. Shunday qilib solib jo'natinglar, hurmatli eksportyorlar, qabulxona egalari, bog'bonlar, dehqonlar, brokirlar. Mana shuni ustida ishlaylik. Ozgina xatyabi mana shu narsalar chachilib ketyapti polkalarda, yarim yashiklarda musor tashlab yuboryapti. O'shaning uchun savdogarlarning puli, rizqi, qanday aytganda o'zimiz oyog'imizga bol turyapmiz. O'zimizni mana shunday polkalardan chiqib ketishiga sabab bo'lyapmiz. Qanday qilib mana turibdi-ku, mana chiroyli bo'lib. Shunday qadoqlar, shunday shunga o'taylik. Mana 21-asrdamiz. Hali ham ota bobolarimizdan qolgan holatda ishlamaylik. Oldiga qarab yurishimiz kerak-da, izlanish bo'lish kerak-da. Qachongacha gapiramiz? Hatto piyozlarni mana bu holatga olib chiqib sotishyapti. Pomidorlarni qaranglar, turini. Nima deymiz endi? Qancha ko'rsatish mumkin, qancha gapirish mumkin, lekin gap bo'lib qolish kerak emas-da. Ishlash kerak-da. Mana bularni singari o'zimizni ustimizda qachonki ishlaymiz, qachonki o'zimizni qiynaymiz, ana o'shanda rohatini tortamiz. Qiynalmaguncha, mehnat qilmaguncha olma pish og'zimga tushimdan hech nima o'zgarmaydi. Assalomu alaykum. Hozir biz Magnit savdo rastalaridamiz. 9-yanvar holatiga islohotlar izidan deb mana xurmolarimiz turishini. Agar shu holatda yana davom etadigan bo'lsak, magnitdan ham asta-asta bizda boyagi petyorchkada ko'rsatgan, bistronomda ko'rsatgan singari xurmolarimizda уже magnitlardan ham quvib chiqarishadi. Xitoy egallaydi. E'tibor. Mana endi uzumlarga kelsa, yuqorida ko'rsatdim sizlarga haligi qo'lda bunday qadoqlardi. Mana uzumlarimiz bu magnitdagi uzumlar. Azaldan o'zi magnitda endi bo'limenni bu ham. Sal chidasa bo'ladi. Chidasa bo'ladi bunga ham. Lekin mana muammo o'zi yaxshi uzumlar, lekin shu bo'yicha qoldi. Endi buni bir olmaydi yoki buni pasovka qilish kerak. Mana bu brenddagi aka-ukalarimiz magnitga yuk jo'natayotgan. Iltimos, mana shu narsalarni iloji boricha yo'lini topinglar. Kilosiga bu 2 rubl, 3 rubl, patolog 5 rubl mingan bilan, lekin mana shu 1 kilo, 2 kilo narsalaringiz yashikdagida qolib ketmaydi-da, sotiladi. O'shani aylantirib o'zlaringizga qaytaradi baribir. Ekonditsiya hisobida. Ozgina mehnatlaringizga, ozgina bir qadrlaringizga achininglar. O'zimizning ustimizda ishlaylik degani o'sha bo'lyapti-da. Bunday fasovkali qadoqlarga yuqorida petyorchka magazinda ko'rsatdim-ku. Ana shu holatga o'taylik xatyapti. Qiyin emas-ku bu narsani qilish. Ishlab chiqarsa bo'ladi, zakaz bersa bo'ladi. Qancha primer ko'rsatyapmiz. Shunchalik o'zimizda oyog'imizga o'zimiz bol turamiz. O'zgarish kerak, ishlash kerak, mehnat qilish kerak-da. Jon kuydirmasang jonon aka qayda, toqqa chiqmasang do'lona qayda deb ota bolalarimiz aytgan-ku. Mana qaranglar, qanday fasovkalar, qanday ishlar. Bular mana qancha primer, qancha aytyapmiz. Mana shunday plyonkalar 1 rubl, 2 rubl atrofida turadi-da. Zato o'sha qadoqqa solingan narsa 50 rubl, vaqtida 100 rublgacha effekt beryapti-da. Narx qimmat sotilyapti. Nega shularni o'ylamayapmiz? Demak, biz savdogar emasmiz. Demak, biz ishbilarmon emasmiz. Qanday qilib Xitoy bizni kutib turganda konkurensiyani olaman, bozorda egallayman deb mana bunday qilib xurmo jo'natgani. Bu qanday qilib mana Rossiyada bu Rossiya bir yaxshi uzumlar mana. Lekin xayb bo'lyapti. Shu bilan turadi bir kun yarim kun qorayadi, tashlaydi. Kimga ziyon? Savdogarga ziyon. Kimga ziyon? Dehqonga ziyon. O'zimizni ustimizda ishlashimiz kerak. Mana qadoqlar chiroyli qilib olib kelishyapti-yu, mana. Nima qilish kerak endi? Sotilyapti-ku shular, ketyapti-ku. Aytib qo'yish bizdan, xullosa sizlardan. Salomat bo'lasizlar. Savdo rastasidan chiqdim.
yuqoridagi videoni olib. Bu yerda mana sizlarga aytdim, u akalarimiz qo'rqmasdan qimmat sotsa ham, shu savdo markazlarining magnit setlarning yoniga bunday do'konlarni ochib olganda, bularda qimmat o'sha magnitda masalan 200 rublga yetib yetmagan uzumlarimiz sotilyapsa, bu yerda asli 220 rubldan sotilyapti. Bular mana nimalar deyam, sifati yaxshi. 220 rubldan sotilyapti. Sato oladi-da bu yerda. Sifat anchagina yaxshi bo'ladi bu yerda. Mana men hozirga aytgan qadoq haligi sochilib ketmasin dedim-ku. Mana shunday narsani qilish kerak. Mana shunday narsani qilib qo'ysak, o'sha to'kilmasdan olganda ichida ketadi. Shu narsaga o'tishimiz kerak. Mana o'larmonlar bor. Assalomu alaykum akajon. Sog'zi nag'zi, salomat bo'l. O'larmonlar bor, savdo bo'lyapti. Mana shu ukalarimiz mana shunday savdo qilayotgan o'zimizda tojik, o'zbek aka-ukalarimiz mana shu setlarning yoniga mana magnit hozir o'sha yoqdan chiqdi. Shularning yoniga qo'yib olyapti-da, barakasini beryapti, rizqini ulardan 50 rubl, 60 rubl, 100 rublgacha qimmat sotishadi, lekin ketaveradi. Sabab nima? Ozgina bu yoqda sifat yaxshi-da. O'shaning uchun ming bor qaytaryapmiz. Ko'rga hassa qilib qancha ko'rsatyapmiz. Arzonga yurmanglar. Arzon olib kelib arzon sotamiz degan narsa mutlaqo noto'g'ri, mantiqqa to'g'ri kelmaydi. 5 rubl, 10 rubl rasxod qilib qo'ying, qadoqqa chiroyli qilib 50 rubl qimmatiga soting. Kezi kelganda 100 rubl qimmatiga soting. Nimagaki bu narx bor Rossiyada. Rus xalqi qaytarib aytyapti. Bu mentalitet. Arzon sifatsiz narsaga pul to'lamaydi. Bu mentalitet. Qimmat yaxshi narsaga pul to'lab ketadigan xalq. Salomat bo'linglar.